bir vaqtlar bir imom bo'lgan ekan. Imom bo'lganda ham olim inson bo'lgan ekan. Mana shu inson o'zini 16-18 yoshlarida ilmini eng yuqori darajasiga yetib qolgan ekan. Ya'ni yetuk darajaga yetishgan ekan. Va insonlarga masjidda imomlikka chiqib namoz o'qib berar ekan. Masjidga qachonki kirsa, uni orqasidan mana degan qorilar kovushini ko'tarib yurishar ekan. Bir kuni haligi imom o'ylanib qopti. Men shu darajaga yetishib qolibmanki, hatto orqamdan mana degan insonlar kovushimni ko'tarib yurishibdi. Va shu kuni namozda imomlikda Fotiha surasini bir necha marotaba adashib o'qib beribdi. O'sha kuni kechqurun tush ko'ribdi. Tushida uni sud qilishibdi. Sudda ishtirok etganlar bir ovozdan bu insonni yomonlashibdi. Ya'ni aytishibdiki, bu imom o'zidan ketib qoldi, kibrga berilib ketdi. Buni o'ldirish kerak deyishibdi. Ikkinchisi ham, uchinchisi ham, to'rtinchisi ham o'lim hukmini berishibdi. Shunda o'tirganlarning orasidan bir inson turib aytibdiki, to'xtanglar, shoshmanglar. Bu imom hali yosh, bu hali yana ham yaxshi olim bo'ladi. Ummatga foydasi tegadigan inson bo'ladi. Kelinglar, bunga yana bitta imkoniyat bersak. Ya'ni nima qilamiz deyishsa, bitta imkoniyat beraylik. U ko'chada yurib, eng xokisor insonni topsin-da, eng xokisor insonni qo'lini o'psin. Ana o'shandagina bizi buni kelajakdagi ishlarini yana bir guvohi bo'lsak debdi. Shunda haligi imom uyg'onib ketibdi. O'rnidan turib tushgan, ko'rgan tushlarini mulohaza qilibdi va ko'chaga chiqib, haligi insonni qidirishni boshlabdi. Ya'ni eng xokisor, eng darajasi past insonni ko'chadan qidirib boshlabdi. Bir chekkada juda ham kiyimlari nochor holatda va bir zo'rg'a yurgan xokisor kishini topibdi. Haligiga qarab turib aytibdiki, bundan-da xokisor inson bo'lmasa kerak. Mana shu insonni borib qo'lini o'paman debdi. Haligini oldiga borib, kir-chir yurgan inson ekan. Qo'lini shunda olib endi o'paman deganda, haligi odam qo'lini tortib olibdi. "Voy imom, nima qilyapsan?" debdi. "Ha, sizni qo'lingizni o'pmoqchiman" debdi haligi imom. Shunda aytibdiki, "Sen hali ham o'zingga kelmabsan" debdi. "Bilasanmi men kimman?" debdi. "Kimsiz?" degan ekan. "O'sha tushingda ko'rgan, sen uchun yashash hukmini olib bergan, eng xokisor insonni topib qo'lini o'pishni buyurgan odam men bo'laman" debdi. Qanaqasi bo'ldi bo'lmasa desa, "Sen eng xokisor inson sifatida o'zingni qo'lingni o'pishing kerak edi" debdi. Chunki o'zingdan past sanagan ekansan, hali ham sen o'zingga kelmaganing hisoblanadi degan ekan. Shuning uchun hech qachon o'zimizni birovdan yuqori tutmaylik. Har doim xokisor bo'laylik. Hammamizni Rasulullohning xulqlari bilan xulqlanishimizni Alloh nasib qilgan bo'lsin.